Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ilhom akani telefon raqamlarimi? Ha? Bezovta qilib qo'ymadingmi? Yo'q. Assalomu alaykum akajon. Bugungi tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun biz sizni ijtimoiy tarmoqlar orqali bezovta qilyapmiz. Yaqinlarimning dilnoma maktubidan boshlovchi singlingiz Durdona bo'laman. Bugun bizning dasturimizga sizni tug'ilgan kuningiz, bayramlaringiz bilan tabriklash uchun chiroyli maktub kelgan. Maylimi o'qib eshittirsam? Mayli. Albatta. Yana bir bora tug'ilgan kunlaringiz, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Shu o'rinda tabrik so'zlarimni boshlashimdan avval sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman akajon. Bugun tabrik so'zlarini yo'llagan insonlar kim bo'lishlari mumkin? Bilmasam, zo'ralarimmi yo ukalarimmi? Albatta, yana bir o'ylab ko'ringchi. Qizimmi? Ular sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar, qadrli ekanlar, juda ham mehribon ekansiz ularga. Xo'p. Keling, sizni ko'p urintirib qo'ymaymiz. Bugun singiljoningiz bor ekanlar, to'g'rimi? Albatta Munisaxon opamiz qalbidagi yaxshi niyatlarni bitib, bugun akajonimning tug'ilgan kunlari. Ularni xursand qiling, ko'ngillarini ko'taring. Akamni xursand qilsangiz, akamdan-da xursand qilaman. Akajonim, suyanchim, tog'im, yiqilsam qalqonim, tirgagim, nimaki yumush bilan telefon qilsam singiljonim deb yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham, to'yimda ham, tantanalarimda ham yonimda turaveradigan yagona insonim. Dadajonimdan keyin akasi bor insonni dadasi ikkita bo'lar ekan o'zi. Suyanchimiz bo'ladigan inson bu akamiz bo'ladilar. Baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar deya bugun yaxshi niyatlarini bitibdilar. Rahmat, undan ham Alloh rozi bo'lsin. Albatta bu yaxshi niyatlarga ayamdan qolgan yodgorimiz. Albatta. Bu yaxshi niyatlarga qo'shilgan holda dadajoningiz, ukalaringiz, Ikrom akamiz, Ilhomjon akamiz, Azimjon akamiz, ularning farzandlari, jiyanlaringiz Anvarbekjon yaxshi niyatlarga qo'shilgan holda sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab qolmoqdalar. Rahmat. Hammasiga rahmat. Hammasi sog' bo'lsin. Albatta. Xursandman hammasidan. Kutganmidingiz surprizlarni? Ha? Surprizni kutganmidingiz? Yo'q, kutgan edim. Albatta, shunaqa surprizlar kutilmagan daqiqalarda sizning yuzingizga tabassum ulashaveradi. Albatta, bugun Munisa opamizning yaxshi qalblaridagi samimiy tilaklar, niyatlar ham o'zlariga hamroh bo'lsa, ularning ham xonadonlarida har doim to'ylar, tantanalar bo'lsa. Siz ham farzandlaringizni rohatda ko'rib yuring, ilohim, nevaralar, kelinlar suyib yuring. Har doim baxtdan sevinib, mana shu baxtli xonadonlarda baxtli otajon bo'lib yuring. Uzoq va baxtli hayot kechirishingizni tilakdoshimiz. Rahmat sizga ham, ularga ham. Hammasiga rahmat. Sog' bo'lsin ular ham. Albatta, bugun keling, ukalaringizga, singilingizga, dadajon va jiyanlaringizga yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, marhamat. Meni baxtimga sog' bo'lsin. Dadam ham, ukalarim ham, singlim ham. Bular hammasi shu ayamdan qolgan yodgorim. Kattasi o'zim. Singlimni ham, o'g'limni ham umriga, rizqiga Xudo baraka bersin. Yaxshi kuni ko'p bo'lsin. Ilohim. Rahmat, hurmat uchun, e'tibor uchun hammasiga sog' salomat bo'lsin hammasi. Ilohim. Aytganingiz kelsin, yaxshi duolar, yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Albatta, mana shu onajonimdan qolgan yodgorlarim deya onajoningizni tilingizga olgan ekansiz. Ilohim, onajoningizni ham joylari jannatda bo'lsin. Qolgan umrlarni mana shu sizlarga, singillaringizga, nabiralaringizga, dadajonlaringizga baxshida aylab ketgan bo'lsin. Mana shunday quvonchli daqiqalaringizni onajoningiz osmonlardan ko'rib, sizlarni mana shunday xursand bo'lib yurishliklaringizni ko'rib, ular ham ruhlari shod bo'lsin, ilohim. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Qo'ng'irog'imdan so'ng Munisaxon singilingizga rahmatingizni aytib qo'yasiz. Xo'p. Salomat bo'ling. Mayli.